Assalomu alaykum. Eldarbek Uz YouTube kanalini obunaçıları hemen yaxşımısınızlar. Beynina sizler üçün Xudo xolasa traktor ishqibozlari, texnika ishqibozlari üçün şu MTZ Belarus 82.1 traktorunu göz tutib obzor etib o'tacakmiz do'stlar. Bu traktorumuz Eldindan adresini aytsak Xorazm viloyati Anka tumani Katta Kuch mahallasida do'stlar. Bir yandan qo'ldan kelgancha sizlarga danıştırıp göz tutib o'taman hamma joyini. Şu traktorumuz sotiladi do'stlar. Yili 80-yil. Dokument hamma narsasi bor, nomerlari olingan, lekin daqilma. Sotib olgan odamlar shuni beradilar. Eldinki balonlari normal holatda do'stlar. Motorlar remontdan chiqib, haydi ishlab turibdi. O'zi bu og'amiz traktorni egasi o'zi motorist odam. Motor remont etadi, korobka remont etadi. Ishqilib traktorga yaxshi qarashga etib haydab yuribdi. Kojuklari, korobka hamma narsasi joyida, bir yandan ochib, qo'lda o'tirib ko'pmandilar. Borto'ylar, holatlari. Tepinki holatlar ham akkurat yuribdi. Mikrofonlardan hamma svetlari, treblari hamma yeri ishlaydi do'stlar. Arka balonlara kelsak, arka balonlar ham normal holatda. 70-80% protektorlar hali yedirilmagan. Ikkovi bir xil holatda balonlarning holati. Onu 38 balonlara durdu. Zaten içaz holatlarimiz hemen esası joyida o'zimiz zavod qo'y. Bomlar işi de renk. Bom işlemiyor. Bomni ajratib ko'yibdi ekanlar. Xarid etgan adam ishlatib bering desa ishlatib ham beraveradilar. Aytdim-ku, aytib o'tganda o'zlari usta. Motorist korobchik. Brat bu. Hemen gülüştürlerden takılgan bu paxta zavod üçün. Yine bir yandan şu videonu görüp kulasa çıkarabilirsiniz. Bunu indi dostlar narxına gezek, narxı 90 milyon so'm. Üstünde gelişip berasmi? 90 milyon so'm deb turibdilar. Üstünde gelişip beradilar. Qo'shimcha jihozlari yo'q axir buni ish qurollari. O'zi axir. Faqat o'zi do'stlar. Bir sep chizil boshqa narsalar yo'q, qo'shimcha jihozlari. O'zi 90 milyondan üstünde gelişip beradilar. Egasini telefon nomerlarini video pasida qo'yib o'tamiz, afishaniyada qo'yib o'tamiz do'stlar. Bemalol telefon etib, uzaktan geluvchilar lokatsiya orqali kelib görüp hedef görüşler mümkün. Az bu traktorumuzu sizlere yakıp yürüyüşü, korobka sesi hemmesini bir qator sizlere işitib o'tishga harakat etamiz do'stlar. Yakın zaman.
dostlar. Özellikle sesini işitip yürüyüşlerini gördüğünüzde acayip çok ki yürüyüşlerden emmesi zor. Hem birisi motor, korobka hem biri cayında. Ana indi videonu görən bolsanızlar, xulasa özəlikdən bemalol pastdagi nomerlərə telefon belgisi bilan gəlib gəpləşib gəlishib xarid etəverəsiz dostlar. Ama yani ötkenimdi adresimiz Xorazm viloyati Xonqa tumani Kattaküch mahallesinde. Bemalol gelip xarid etaverasizlar. Kimga shunday texnika kerak bo'lsa, kim shunday traktor texnikalarni qidirib yurgan jo'rlaringizga shu videoni tashlab qo'ysangizlar yaxshi bo'ladi. Har kim kerak narsasini topadi dostlar. Asa hammangizga e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' olun, salomat olun. Keyingi videolarda görüşünce xayrlab qolamiz. Eldarbek Uz kanalidan uzoqlashman. Bir like'larni bosib, kanalımıza taze girən obunachilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turishlaringizni so'rayman do'stlar. Asa sog' olun, salomat olun. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Xayr.